Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Asosiy. Va bugungi videomizda qanday qilib mifitskiy emotsiyani tekinga olishni o'rgatib o'taman va yana qo'shimcha tarzda qanday qilib mifitskiy titulni xuddi shunday qilib olishni o'rgataman. Birinchi navbatda mana shu kolleksiyalar bo'limiga o'tamiz va shu yerda turgan kolleksiya haykalchalaridan 1 dan 6 ga qadar sotib olamiz. Va 7-sini ham sotib olsak agar bizga qo'shimcha tarzda mana shu ochiladi. Va bu kolleksiya haykalchasi ochilgandan keyin bizning inventarimizda mana shu mifitskiy emotsiya paydo bo'ladi va siz bu emotsiyani bemalol ishlatishingiz mumkin. Va bu kolleksiya haykalchalarini sotib olish uchun bizga tokenlar kerak bo'ladi va bu tangachalarni biz shopga kirib mana shu BP bo'limidan shu sandiqchani sotib olsak bo'ldi. Va bu sandiqchani har kun bir martadan ochasiz va bu yerdan 20 tadan to 50 tagacha qadar tangachalar berib boradi. Va siz mana shu tangachani sotib olasiz va keyin yana kolleksiyalar bo'limiga o'tib hamma haykalchalarni bemalol sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Mifitskiy titulga keladigan bo'lsak, biz mana shu 6 ta haykalchani sotib olganimizdan keyin PUBG'ning dastajeniya bo'limidan bu mifitskiy titulni olishimiz mumkin. Videomiz shulardan iborat edi va agar video yoqqan bo'lsa, like va obuna bosish esdan chiqmasin.